hali siz Latviya akademiga dedingiz-ku, shuni o'qib qoldim. Moskvada chiqqan anaqada matbuotli maqolani. O'zbekiston adabiyot va san'atida chiqqanmi maqola? Yo'q, ruschasini o'qidimda. Chiqqan edi. O'shani o'qib qoldimda, bir og'aynimiz bor edi. O'sha iltimos qilib qoldi. Qahramon aka, mana shunaqa men o'sha saraton kasali bo'ldim. Shu olib borsangiz dedi. Men aytdim, oldin boraylik, bilaylik u odamni fikrini. Haqiqatdan tuzatadilarmi yo tuzatolmaydilarmi? Har xil gaplar yurishi mumkin dedim. Odamlar vahma ham qilishi mumkin dedim. Lekin borib asosli o'zlaridan bir gap olaylik dedim. Shundan keyin Poramon qishlog'iga qarab bordik, Poranonga. To'ppa-to'g'ri borsa uyda ekanlar. O'sha uyda o'tirgan ekanlar, yoshlari katta ekan. Undan keyin men aytdimki, "Xo'p, sizni bu tuzatayotganingizni asosi nima? Nima bilan siz saraton tuzatyapsiz?" Shunaqa desam aytdilarki, avvalambor buvilari boshlagan ekan. Buvilari boshlaganda shu momaqaldiroq bo'lgan paytda, yomg'ir sharoz quyayotgan paytda tog'i eng chiqolmaydigan joylarida bir mana shundoq anaqa chiqargan o'simta. Shu mana shundoq o'zi qancha ming dardga yetar ekan. Shuni shundoq kesib olar ekanlar. U faqat o'sha paytda chiqargan boshda. Momaqaldiroq bilan yong'in bilan bo'lgan paytda chiqargan. Boshqa paytda endi ularning gapirishi, ularning gapi bu. O'shani olsam bo'ladi dedilar. Men o'sha buvilari shuni tergan ekanlar tog'da. Bir kun uyimni eshitib bittasi kelib, haqiqatda saraton kasali ekan. 2 yil o'tdimi, 3 yil o'tdimi, shu bordim. O'sha Poramon qishloq haligi kasalni olib bordim. Ular yozda faqat anaqa qidirib ketishadi. O'sha dorini. 3 oy yozda qidirishadi-da, undan keyin yana kuzda bir chiqib kelishar ekan, o'tda anaqa yetilgan paytida. Shularni olib kelib tayyorlab qo'yar ekanlar. Lekin dori qilib berar ekanlar. Boshqa paytda ko'rarlar odamni.